Aka, cho'ntagimda pulim turuvdi, olmaganmidingiz? Yo'q uka, men niye olaman? Uyda men bilan sizdan boshqa hech kim yo'q edi. Onam bilan keliniz ketgan bo'lsa, kim oladi boshqa? Nima qilasan? Mana nima? O'g'irlik qilyapsizmi ukangizdan? To'g'ri tushunapsan. Bu seni puling emas. Shu yoshga to'lganda uyalmadingizmi aldagani? Akam bo'lmaganingizni o'zim bilardim. Sen Dilpiz, pravamni ko'rmadingmi? Pulim shu yerda ekan. Ajab, akamga shu ham kam. Akangni uy olishiga yordam bersang bo'lmaydimi? Bir xonali uyda bolalari bilan tiqilib o'tiribdi. Beramiz oyijon. Bu yoqqa qarab olsan. Men samandan beruxsat gapiryapsan. Yo nima? Akamga rahming kelib qoldimi? Pul topish qanaqa qiyinligini bilasanmi? Mani uylanishim uchun akam haydab yurgan yaxshi mashinalarni sotganlar dedingiz. O'qishim uchun 2ta, 3talab ishda ishlaganlar deb aytgan edingiz. Hozir endi topayotgan 1-2 so'm pulingizni akangizdan qizg'anyapsizmi? Mayli, o'zingiz bilasiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ariza qoldirgandim. Siz bilan telefonda gaplashgandik. Ha, bo'ldi, esladim. Hozirgi kunda 20 ta xonadonimiz uchun maxsus taklif amal qilinmoqda. Xonadonlarimizni 100% to'lov asosida 5 million so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Agar bo'lib to'lamoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich 30% to'lov bilan 12 oydan 36 oygacha bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Bu xonadonlar qachon qurib bitkaziladi? Toshkent viloyati Nurafshon shahridagi uylarimiz 2026-yil oxiriga qurib bitkazilishi rejalashtirilgan. Asadbek, menga uy berasan deb hayolimga ham kelmagandi. Qanchalik xursandligimni tasavvur qila olmaysan. Ahmoq ukangizni kechiring. Ko'p dilingizni og'ritdim. Bu narsalar orasida siz menga qilganingiz hech bo'la olmas. Meni kechiring.